漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Miladidan ilgari 5-asrda bu yer dunyoda eng gullangan, eng boyashat yer bo'lib, bu Gretsiyaning qadimgi poytaxti Afina edi. Kishilar tinch, boyashat turmush ichida butunlay mas'ul edi. Ularning qarashicha bu eng baxtli edi. O'sha Afina shahrida g'alati mijozba bir boy yashaydi. Uning ismi Sokrat edi. U to'la gap qiladigan, ko'rganli kishiga gap uchiradigan odam bo'lg'achqa shaharda nomi chiqqan edi. Qaranglar. Bu yerdan o'tib ketayotgan av odam shu. Sizning nima ishingiz bor? Men bu yerdan bir deraza ochay degandim. Deraza ichish bekli o'ng'ay emasmi? Deraza ichishni aytdi, ammo bu ikki derazadan ikkasi cho'nglik qilmoqchi edim. Bu ikkasini qanday hisoblash kerak? Siz buning bilan to'rt taraflikning hisoblash usulini bilamsiz? Yo'q, bilmayman. Undaq bo'lsa ikkimiz birga o'ylanib baqaylik. Kerak yo'q. Faqat men bilan paranglashsangizlar, o'zingiz yaxshi bir amalni tepib chiqa olasiz. Tetik kerak bo'lib, ha? Yaxshi. Mana bu to'rt tarafni derazaning cho'ng kichikligi deb turing. Mush to'rt tarafni ikkasi cho'ngaytish uchun qanday qilish kerak? To'g'ri siziq bilan tik siziqni biroz cho'ngaysa qanday bo'ladi? Biroz cho'ngaytiradigan bo'lsangiz, mana bundaq bo'ladi. Mushundaq bo'ladigan bo'lsa, aslidagidan to'rtas cho'ngaydi ekan. Shundaq. To'g'ri dedingiz. Qanday qilganda buni to'rtas emas, ikkasi cho'ng qilib bo'ladi. Siz bu tayoq bilan siz ko'rib beqing. Buningdan to'rtas cho'ngaydi ekan. Amsa bunda qilib baqsaq, qanday bo'ldi ekan? Sokrat bu yog'ochchi bilan paranglish jarayonida nurg'ulg'an chora usullarni tepib chiqdi. Undaqda mandaq bo'lamdi. Yo'q, bundaq emas. Mandaq bo'lamdi ya. Shundaq bo'ladi. Endi o'tdim. Yan tualete o derazani o'lchib olib, ondan 4 bo'lomni sizib chiqsaq bo'ladi ekan. Sokrat yog'ochchining kallasidan oxiri to'g'ri javobni tepib chiqdi. Rahmat, siz menga o'gitib qo'ydingiz. Yo'q, men sizga o'gitib qo'ymadim. Men faqat sizga masalani o'tirib qo'yib berdim. Undaqda o'zim o'gitmoqqa o'xshamandimi? Bundan keyin kallangizni ko'proq ishlatsangiz bo'ladi, xo'sh amsa. Mana bu Sokratning kishilar bilan to'xtamay paranglashadigan aloyligi. Har qatlam paranglashganda qarshi tarafning aql farosatini qo'zg'aydi. Albatta, onun bilan paranglashadiganlar faqat boshqa kishilar bo'lmay, ba'zida u o'zi bilan o'zi so'zlashadi. Odam bu dunyoga kelib, cho'ng bo'lib, har xil ishlarni qilib, oxiri o'lib ketar ekan. Mana mushunda qisqagina hayotda zodi nima eng baxtli bo'ladigandir. Hey! İnsanların eng baxtli ishi
Mo'shundaq ang esil vino ichish bo'lsa kerak. Hey! Pah, bu vino nima degan esil, nima degan lazzatli. Hey! Aha, ajabma qo'rqitib atding-a. Hammani ichib bo'lsam biraqli tugab ketmamdi. Estağfurullah. Sen nima qilib shiraysan? Nim bo'ldi? Bak satlashib ketibsan. Bir pulga asqatmaydigan quruq xiyollarni qilib o'tag'icha menga qarab baqsang bo'lmandi. Nim bo'lding? Mijozing yo'qmi? Men seni menga obdan qarab baqtavateman. Sen hech nima bo'lmay obdan turibsan-ku. Hey! Senden caq to'ydim. Mening chiroyli kiyinib yasunib turgim bar edi. Shunda qilsam boshqalarmi menga xushomat qiladi. Lekin uchamdagi mushu kiyimlar bilan men qanday taloqchiman? Deganing to'g'ri. Men o'ylanib baqay. Durust. Chiroyli yasunib yursa kishilar xushomat qiladi. Ammo boshqalar meni maqtab uchiradi degandan ko'ra, uchisidagi kiyim-kechaklarni maqtab uchiradi deganing tuzuk. Meningcha agar sen o'zingni yasimay, o'zingni pok, chiroyli qilsang, mana bu haqiqiy baxt bo'ladi. Balkim sening deganing to'g'ridir. Balkim shunday bo'lsa kerak. O'xshabdi, yaxshi. Bu tamoq nayt yeyishlik bo'pti, obdan bo'pti. Men faqat uqmadim. Mushundaq odatdagi tamsiz tamoqni u o'xshabdi deb so'raydi. Obdan bo'pti, nayt obdan bo'pti. Nim bo'ldi? Yana odam qo'rqidek satlashib ketding-ku. Sen qandaq odam? Men faqat tushunamadim. Mushundaq g'izonimi textam obdan bo'pti deysan-ku. Bu g'izoning ta'mi xil obdan bo'pti-ku. Nima da'vatsan? Obdan o'xshagan g'izo degan mana mundaq bo'ladi. To'g'ri. Bundaq g'izolar jazman yeyishlik bo'ladi. Shundaqdimi, mayli qanchalik o'xshagan g'izolar bo'lsa-mu, yeb to'yibla qolsa, odamning ishdi tutilibla qoladi. Ras shundaq bo'ladi. Obdan g'izolarni yeyishmi vaqtliq bo'ladi. Baxtni bu narsalar bilan o'lchisi bo'lmaydi. Amsa mushuni yeyli. Nima degan qoidasiz? Mushundaqmi qilgan bor? Nim bo'ldi? Bunchalar ochiqlab ket kerak. Odamni ko'zga ilmig'inni anglab tur. Baya men suvga chiqib, yenimda turgan bir ayolga salom bersam, qandoq bo'ldi demamsa, u qarabmi qo'ymadi. Tonimg'an qiyofatga kirib oldi. Biz namrat bo'lganligimiz uchun haqlab bo'zaq qilyotdi. Bak, achchig'im keldi. Nima degan xo'rliq bu? Aslida mandaq ishmidi? Xafa bo'lmasam bo'lamdi amsa. Bo'ldi. Kasal kishilarga sen ochiqlab xafa bo'lamsan. Undaqda bu yeri ishlamaydigan, salom qilishni bilmaydigan odamga bunchalar xafa bo'lish arzimdi. Sening deganing to'g'ri ekan. Biroq jiq pul topsang bo'ladi. Pul bo'lsa biz qo'sig'imizga obdan yeytdik. Yaxshi uyda o'ltiratdik. Chiroyli kiyimlarni kiyatdik. Xalqmo bizni bo'zaq qilmaydi. Mayli, nim bo'lsin, muhimi pul kerak. Lekin hozir yeydig'inimiz, kiydig'inimiz bor-ku. Yana pul desang, u isrofchilik emasmi? Yo'q. Pul. Nimalar desang-da? Menga pul kerak. Odamga nisbatan pul hammadan muhim. Agar pul aytli deganga tayyor bo'ladigan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Balkim shundaqdir. Pul yaxshi narsa, ammo agar pul aytli desa keladigan narsa bo'lsa, sen bak beyib ketib, texmi jiq pulim bo'lsa deb shukr qilmaysan. Shundaqla sen yana pulim ozayib ketamdikin deb ansiraysan. Bu shundaq kelgan pul kishilik dunyoning baxti bo'lib hisoblanamdi. Undaq
Undaqda puldan boshqa qaysi nima eng muhim? Pul demsen, öy demsen, gıza demsen, kiyim demsen, hemmisi en mühim hesaplanıdı. Ama bundaq narsalarga haddidan ziyada berilib ketsa qandaq bo'ladi? Hammadan muhimi bu narsalarni qandaq qilib muvofiq ishlatishda. Faqat aql farosat bo'lsa, aql farosatni izlab topsa, mana bu hammadan muhim. Faqat aql farosatla kishilarga haqiqiy baxtni ato qila oladi. Hayotdagi haqiqiy baxt degan nima? Sokrat yenidan o'tib ketayotgan qaramaqa nihoyat baxtli ko'rinadigan afinaliklarga qaraydi. Ammo bu kishilar bilan chunqur mundassangiz, bu kishilarning nimaning haqiqiy baxt ekanligidan hech qanday xabar yo'qligini his qila olasiz. Sokrat chunqur o'ylanib ko'p fikr yurgizib, eng oxirida mundaq bir haqiqatni tepib chiqdi. Mayli pul bo'lsin, mayli huquq bo'lsin, mayli moddiy boylik bo'lsin, buni ishlatuvchilarning qarashi o'xshash bo'lmaganlikdan ba'zi narsalar yaxshi tarafga ishlatilsa, ba'zi narsalar yomon tarafga qarab ishlatildi. Shunga hammadan muhimi kishilar to'g'ri fikr yurgiza oladigan, aql farosatini joyida ishlata oladigan bo'lishi kerak. Shundaq aql farosat bo'lgandala kishilik hayot taxt ichida o'tadi. Sokrat hamma yerda mush ideyani tashviq qildi. Ammo buni tushunadigan odamlar chiqmadi. Aksicha uni turmaga tashladi. Ammo u o'zining e'tiqodini boshdan oyoq o'zgartmadi. Eng oxirida sahar ichib o'lib oldi. Sokrat o'tirib qo'ygan fikrlar hozirgi kunda nihoyat oddiy bo'lsa-mu, ammo kishilar baxtli bo'lishni xiyol qilgan chaqda har qanday odam ko'nglida Sokrat bilan tuvan ovozda paranglashadi. Tatlıyan yuzadı men tatlıyan yo. Tam intayın yaxşı. Tatlıyan yuzadı men tatlıyan yo. Tam intayın yaxşı. Ma'luma. Ha, mana hazır. Ko'pchilik biladi. Hozir butun Yaponiyadagi kishilar sasmaning tatliq yong'isini yaxshi ko'radi. Undaqda sasma tatliq yong'isini kim, qachon Yaponiyada umumyuzlik kengaytgan? Balkim siz azaldan bor deyishingiz mumkin. Bu butunlay xato. Gapning rostini qilsak, Edo davrining o'tirlarida nurg'unlagan yaponiyaliklar ko'rib baxmagan edi. Yeshdan texma eqsash qilib bo'lmaydi. Edo davrining o'tirlarida bu 8-sonqin Yoshisi turishliq Edo shahri edi. Bir kuni Kyushu sasmanayisining begi atvarliq mahsulotni ko'tarib keldi. Nima? Tatlıyan yo? Shundaq. Yaqinda bir aylan tatlıyan yo'ning urug'ini tepib tergankan. Oliylarga taqdim qilay deb akagandim. Ha, pishirib keldim. Tepib ko'gaylar. Alileri! 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 Su! Bana! Gerek yok. Kelimini durup kaldı. Bek iyi işlikka. Yok, bo'lmaydi. Sen sasma begi zaharlik narsani akilib oliylarga beribsan. Undaq emas. Undaq emas. Nima? Undaq emas. Qutuldiringlar! Bu nima ish emdi? Mening yana aşu təmlik tatlık yan yuni yiyigim kilovatı ku. Alileri, men Otogi So'ning 50 ağaylarim ichida Aoki Sogi atliq bir ustozim bor. U odam nati bilimli kishi. U hamma narsani biladi. Bütün Yaponiyada birdan bir danishmand kishi bo'lib hisoblandi. U jazma tatliq yon terishni usulini biladi. Tatlık yan yok mu? Tatliq yon yo'q. Saqlab turing. Men saqlab turamayman. Agar tatliq yon to'g'riliq bir narsa topamsangiz, zodi bo'lmaydi. Esimga keldi. Ilgari Ostonada dorigarlik ilmini o'qiyotgan chaqlarimda men bir kitobdan tatliq yan yo'q degan so'zni uchratgandim. Sizni haqiqatan Yaponiyadagi birinchi danishmand kishi desa bo'g'idek. To'g'ri, men Yaponiyadagi birinchi danishman Aoki Sogi bo'laman. Andaqda ko'proq yo'l yo'riq ko'rsatsangiz. So'zlab beray. Tatliq yan yo'q degan bu narsa anglashimcha aslida Meksika atroflarida teriladi ekan. 15-asrga kelgan chaqda Kolumbiya ismli bir odam tatliq yong'ini elib Yevropaga kelibdi. Yo'ldan o'tgach, Jungo, Filippin, elimizdan Kyoto qatorliq joylarga tarqatgan ekan. Bundaq tatliq yong'ini terish pek oddiy ekan. Mayli issiq joylarda bo'lsin, sovuq joylarda bo'lsin, qumliq, qaqasyalarda bo'lsin, o'saverdi ekan. O'tda suvda pishirsinmi, to'g'rab pishirsin bo'ladi ekan. Qursin bo'ladi ekan. Yana texay haraq ishilsin bo'ladi ekan. Pirojni yasin bo'ladi ekan. Yana Yo'q.
Tatlı yanyo'nun işletilgan dairesini moşinchilik sizden. Men sizden tatlı yanyo'nun terişinin usulunu sormak istedim. Ha, tatlı yanyo tik o'sadigan ziraatlar tipga kirdi. Bir oz hashpichakka o'xshab qoladi. Tatlı yanyo avval chechaklab, guli ichilib, ondan o'sil berdi. Aslida mındaqkanda. Ha, mushundaq bo'ldi Kisoniya efendi. Hozir men degandek, tatlı yanyo mayli qaysi chog'da bo'lsin, qandoq yerda bo'lsin, unayverdi. Naiti atdi. Agar biz buni butun mamlakatga kengaytiradigan bo'lsak, meningcha ofat bo'lgan chog'larda ocharchilikqa qolgan kishilarga cho'ng yordam bo'ladi. Shundaqmi Kisoniya efendi? Siz naati yaxshi fikrini o'tirib qo'ydingiz. Cho'qim butun mamlakatga kengaytish kerak. Sogi efendi, oldi bilan o'rnak bo'lish kerak. Sogi efendi, siz oldi bilan birni tering. Podshoh jazman qo'llaydi. Men Kisoniymo boruroq tetib baqay. Atini saqlab o'tmay, bu ishni bugunla boshlay. Sizga nisbatan bu naiti o'ng'ayli bir ish. Qandaqli bo'lmasin, siz Yaponiyadagi birinchi donishmand kishi. Mana shunday qilib, Aoki Sogining tatlı yanyo terish voqeasi boshlandi. Sogi tatlı yanyo terish ishni qo'lga elib, darhol Sasma begining oldiga berib, tatlı yanyo urug'ini so'rdi. Aoki Sogi ismli bu kishini men tanimay ekanman. O çağdaki tatlı yanyo urug'ini men tashlab ketdim. Sen derhal ket, tatlı yanyo sababidan kallamdan ayrilib qolib tas qoldim. Tez bo'l, ket. Boy! Aha, tatlı yanyo. To'xtang! Hey, to'xtamay qaytsin! Tatlı yanyo o'g'lini ber! Aoki Sogi Edo shahridagi bir beliqchi oilasida tug'ilgan bo'lib, azaldan dehqonchilik ishiga yaqin berib boqmagan edi. Ammo u kichikdan tortib kitob o'qishga amroq edi. Keyin u Ostonaga berib dorigarchilik ilmini o'rganish jarayonida dehqonchilik ziroatlari bilan tafsiliy tanishib chiqqan edi. Sogi dorigarlik kitoblarni tepib, darhol tatlı yanyo terishga kirishib ketdi. Voy voy, kitap qarab yaterganni bu umrimda zot ko'rib boqmabdi ekanman. Zot ko'rmabdi ekanman. Ko'rmabdi ekanman. Xonning buyrug'i bo'yicha bir amaldor etizlikqa tekshirishga keldi. Bu amaldor tatlı yanyoni zaharli kitap qaraydi. Shunlashqa u har xil o'sak so'zlarni qilib yurgan edi. So'zsaram, qanchalik kitap o'qig'uning bilan dehqonchilikni baribir qamlab turolmaysan. Ha, men degan Yaponiyadagi birinchi donishmand Aoki Sogi tursam, tatlı yanyo o'tirishni bilmam dema. Men degan tatlı yanyo ustasi. Önüp chiqqandan keyin muvaffaq uzunliqda kesish kerak. Yangi o'sgan ziroat qancha uzunliqda bo'lsa bo'la? Munchilik? Yo'q. Mana munchilik bo'lsa bo'lar ekan. Topshirdim. Endi tesh aman cho'ng bo'lgaysizlar. Mayli nim bo'lsin, kitobda munchilik tanishtiribdi. Bundan keyin qanday bo'ladi, azrab turadigan bo'ldik. Nima qilyapsiz? Yomg'irda yo'lib ketmasin deyapman. Nima? Etizdagi ziroatlarni yomg'ir suyida sug'urib turmaydigan bo'lsangiz, ziroatlar qurib ketadi. Uqdingizmi? Aslida mundaq ekanda, uqdim. Sen zahri batatlık yanyon dedin. Muşundaq aptapta 2-3 gün qamay qurib ketadi. Uqdingmi? Tatlı yanyo efendi hava isib ketdi. Chaqaraq o'sib cho'ng bo'lam. Kitobga qarab tatlı yanyo tergan bo'lsa-mu, tatlı yanyolar tez o'sishga boshladi. Sogi har qanday odam har qanday yerda tatlı yanyo tera oladigan bo'lsin deb tafsili kuzatib xotir qoldirib oldi. Nima shu g'ando? Qiziq. Meningcha mundaq bo'lish kerak-ku. Endi qanday qilsam bo'la? Mas'ala zodi nerede? Bu zodi qanday qishdi? Qiziq. Nemishqa chijaklamaydiganda? Sogi efendi, oy Sogi efendi, qanday bo'ldi? Tatlı yanyo tek tushmadimi?
Şundaq. Yo'q. Siz bu yo'pirmoqlarni ko'rmadingizmi? Ha, yo'pirmig'i ancha muhim emas. Xon alilari teq bayila, nemish bo'ldi? Shuncha uzun bo'ldi, tatliq yangi teq tushmadimi deb so'radi. Rost, baldır çiçeklep hosul beriş gerekti. Lekin tamışaqcha çiçeklemeye vatıdı. Nim dediniz? Teqcha chechaklimidi demsiz? So'gi efendim, çatak bo'ldi. Xon alili chiqsa o'z ko'rpik uchun kelyapti. Qarsla. Sogi degan bu ablahning oldamchi ekanligini faqat o'ylamabdi-kanman. Texshi bir narsa chiqarolmay yuribdi. Biroq hammada muhimi zahri yo'q tatliq yo'qchisi bo'ladi. Sen tegi xonni aldashga petindingmi? Sen xonni aldash jinoyat o'tkazding. Kallani tunib paymayni nimish qarab tursan? To'g'rila. Qochma, darhol joyingda to'xta. Tatlık yanıyor. Tatlık yanıyor çıktı. Tatlık yanıyor çıktı. Tatlık yanıyor çıktı. Tatlık yanıyor asli topuna aslında olur iken de. Bak yaxshi bo'ldi. Tatliq yanıyor oxir tushdi de. Shunday qilib Sogi o'stirgan tatliq yong'yu muvaffaqiyat qozondi. Podshohning tashviq qilishi bilan butun Yaponiya davlatiga tatliq yong'yu terish kengaytirildi. Ayni chaqda balay ofat ko'p bo'lib turadigan Yaponiyada bunday tatliq yong'yu ocharchilikda qolgan nurg'unlagan kishilarning hayotini saqlab qoldi. Aoki Sogi efendi birinchi bo'lib Gollandiya tilini egallagan kishi. U bilimi mo'l bo'lib, G'arbning ilg'or madaniyatini o'rganishni aktivlik bilan tashabbus qilib, G'arbdan o'rganish yo'lini ochgan kishi.遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してなんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領